To'g'ri, bugun Neymar Braziliya terma jamoasiga avvalgidek ta'sir ko'rsatmayotgandek tuyulishi mumkin. Balki bugungi Braziliya usiz ham kuchlidir, chunki yangi avlod shakllanmoqda. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Bir vaqtlar Braziliyani Neymarsiz tasavvur qilishning o'zi qiyin edi. Raqiblar eng avvalo aynan uni to'xtatishni o'ylashardi. Millionlab muxlislar esa maydonga tushishi bilan mo'jiza kutardi. U jahon chempionatini qo'lga kirita olmadi, ammo Neymar Braziliya futbolining eng og'ir davrlarida jamoani yelkasida olib yurgan futbolchi edi. Bosim ham, tanqid ham, umid ham uning zimmasida edi. Bugun esa yangi yulduzlar porlamoqda. Bu futbolning tabiiy qonuni, ammo yangi davr boshlangani eski afsonaning qadri kamayadi degani emas. Neymarni faqat bugungi o'yini bilan emas, Braziliya futboliga bergan hissasi bilan baholash kerak. Chunki u bir vaqtlar nafaqat jamoaning eng yaxshi futbolchisi, balki butun Braziliyaning umidi edi. Afsonalar ketadi, lekin ular yozgan tarix hech qachon unutilmaydi. Neymar ham ana shunday futbolchilardan biri. Котом без души, хотя бы напиши мокрым асфальтом, скрипом шин, мы друг от друга все